Nahotki ChatGPT. Barchaga salom, sizlar bilan Tech News. Bugun siz bilan OpenAI kompaniyasining sun'iy intellekti bo'lmish ChatGPT hamda xAI kompaniyasining Grok 3 sun'iy intellektini solishtirib ko'ramiz, ularni test qilib ko'ramiz. Qani ketdikmi? Shunday qilib biz boshladik. Birinchi bo'lib Grok 3 dan boshlashga qaror qildik. Unga albatta o'zbekmiz assalomu alaykum deya yozdik va u ham astagina javob qaytardi. Va alaykum assalom, qanday yordam bera olaman sizga? Odatda sizga bugun degan javobi ham bo'lardi, lekin uni bermadi. Sizga savol: odamovi bo'lish uchun nima qilish kerak deya g'alati bir savolni berdik. Qani jo'natamiz, uning javobini ko'rishingiz mumkin. Odamovi deganda nimani nazarda tutganingizni bilmadim. Bunaqa xullas ovchilik nimadirlarni gapirib tashlashni boshladi. Mahorat, sabr, muloqot haqida har qanday rejalar, shunga o'xshash narsalar haqida gapirishni boshladi. Tan olish kerakki, Grok 3 juda tez javob beradi. Keyin undan ikkinchi savolni so'radik, ya'ni Google haqida ma'lumot so'radik. Uning javobini, tezkorligini tomosha qilishingiz mumkin. Uning tezligi haqiqatda ChatGPT dan kuchliroq. Google bu dunyoda shunaqa Larry Page xullas anchagina ma'lumot bilan bizni lol qoldirdi. Va biz keyingi savolni, asosiy savolni berishga o'tayotganimizda esa u to'xtab qoldi. Ya'ni hamma kutgan, hamma bilgan ChatGPT haqida savol berib ko'rdik, u savolga javob bermadi. Ya'ni ChatGPT sizdan kuchlimi degan savolga deyarli javob bermadi. Internet qotish hosil bo'ldimi yoki o'zida qotishlar hosil bo'ldimi, xullas Grok 3 unga javob berishni xohlamadi. Shunday qilib navbat ChatGPTga keldi. ChatGPTga ham avvalambor assalomu alaykum deb yozishga qaror qildik. ChatGPT ham javob qaytardi. ChatGPTning javobini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Va alaykum assalom, qanday yordam bera olishim mumkin deya javob qaytardi. Endi esa savolimizga o'tamiz. Sizga savol: odamovi bo'lish uchun nima qilish kerak? Uning javobi: odamovi jiddiy va og'ir jinoyat bo'lib, bu turdagi faoliyatni faqat xullas bir qancha narsa yozib tashladi. Agar sizda jiddiy savollar yoki muammolar bo'lsa, maslahat olish uchun tegishli mutaxassislarga murojaat qilishni tavsiya qilaman deya sal aqlliroq javob qaytardi. Buni e'tiborga olib qo'yamiz. Va endi Google haqida so'radik. U esa deyarli Grok 3 kabi, ya'ni javobi aniq bo'lgan ma'lumotlarni tezroq beryapti. Ko'ryapsizki, Google haqidagi ma'lumotlarni tezroq beryapti. Endi esa eng glavniy savolimiz Grok 3 sizdan yaxshimi degan savolni berdik. Chunki Grok 3 ga ham ChatGPT sizdan yaxshimi deganda o'ylab qoluvdi, lekin ChatGPT javob qaytaryapti. Grok 3 va men ChatGPT ikki turli sun'iy intellekt tizimlarimizda anchagina narsalar yozibdi. Agar siz Grok 3 yoki boshqa platformalar haqida qo'shimcha savollar bersangiz, men sizga yordam bera olishim mumkin deya o'zini qaysi ma'noda ustunga qo'yib ketibdilar.